Diqqat, aktrisa Feruza Normatova afsusda ekanligini ochiq aytdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Feruza Normatova o'zining qaysi rolidan afsuslanishini e'lon qildi. Aktrisa muxlislar tomonidan berilgan "Shu paytgacha qaysi o'ynagan rolingizdan afsuslangansiz?" savoliga javob berar ekan, u Million konsertidagi sud zalidagi obrazini keltirdi. Feruza Normatova shu paytgacha o'ynagan rollardan eng kam yoqqani aynan Milliondagi sud zalidagi roli ekanini ochiq aytdi. Aktrisa Xorazm yoki Nukusda o'tkazilgan konsertlardan birida "Shu rolimni o'ynagach, Alloh o'zingga shukr, shu roldan qutuldim" deganini ta'kidladi. Feruza Normatova bu rolning unga umuman yoqmaganini, lekin u o'zi uchun foydali tajriba bo'lganini ham ta'kidladi, deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z izohlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni ham yodingizdan chiqarmang.